Davlat bahosiga mashinalar narxi tushgan xabaringiz bor. Narxlar tushib ketdi mana. Narxlar tushgan, xudo xolasa bir xillarni davlat bahosidan ham arzon qilib beramiz. Gap yo'q. Davlat bahosidan ham arzoniga. Mashina yo'qdi. Xo'p. Shuni qilmayman, kaltni beraman. 5 daqiqada nomingizga rasmiylashtirib beraman. Keyin pul berasiz. Mana imkoniyat do'stlar. Oxirida pul sanadi. 1 million arzoniga ham beryapmiz, 2 million ham arzon qo'yapmiz. Davlat bahosidan arzoniga aksiya ketyapti do'stlar. Xudo xolasa qushxona to'larasizlar. Qushxona to'la hozir yana buni qaranglar. Mo'ykada bosilgani va kapot ochuvgacha dakansi ketdi. Sergeli mashina bozoridan navbatdagi videorolikimizni boshladik. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan har doimgidek kanal admini Jahongir. Bugun 6-dekabr haftani shanba kuni. Bugun biz Shavkat akaning oldiga kelganmiz. Yangi Cobalt narxlarini birgalikda ko'rib ketamiz. Xo'p, manzilini tanishtirib ketaman do'stlar. Sergeli mashina bozori Glavniy darvozasi. Bu 3-darvoza. Ya'ni shu o'zgarishdan Yujniy vokzal tarafdan kelishdi. Keyin qator sanab kelasizlar. Har bitta kiradigan xot qator 5-qatorni sanab kelsanglar, xuddi mana shu yozuvni ko'rasizlar. Qator boshida Shavkat akani o'zi turadi. Yo'lda ehtiyot bo'linglar, ogohlantirib ketamiz har bitta videoda. Biz Shavkat akani odamimiz, akasimiz, ukasimiz deb boshqa joylarga tortib ketib qolishi mumkin. Shu joylarga e'tiborli bo'lasizlar. Shavkat akani o'zi ham shu yerda. Assalomu alaykum aka. Zo'rmisiz? Rahmat aka, o'zingiz qanaqasiz? Yaxshimisiz? Xizmatda har doimgidek mehnat mehnatda. Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Sergeli mashina bozor eng katta bozordan xudo xolasa. Dang'ara-dung'ur har doimgidek mijozlarni xursand qilib, davlat bahosiga mashinalar narxi tushgan xabaringiz bor. Narxlar tushib ketdi mana. Narxlar tushgan, xudo xolasa bir xillarni davlat bahosidan ham arzon qilib beramiz. Gap yo'q. Davlat bahosidan ham arzoniga. Probekli so'raganlarga mana probekli metan gaz. Xo'p, 2025-26 ming yurgan metan gazli. Propan gazli. Propan gazli ham bor, 24. Ozgina probekli mana. Bu propan metanmi bu? Metan. U metan, bu propan. Bu metan ekan mana. Metalligi bor, xudo xolasa mana. Midnight ekan mana 25. Xo'p. Bu yerda mana qora MSMli qora rang MSM so'raganlarga, so'raganlarga mana kojinnilarimiz bor. Qora torpeda, multimedia rul, davlat bahosiga keldingiz. Xo'p. Mana shu mashina yo'qdi. Xo'p. Shuni qilmayman, kaltni beraman. 5 daqiqada nomingizga rasmiylashtirib beraman. Keyin pul berasiz. Mana imkoniyat do'stlar. Oxirida pul sanadi. Chunki 3-4 ta mijozlar aka deydi, o'tga bordim, muomala yo'q deydi, kassaga to'labki, anunga boribki, bankka bor, mashinangni qidirib top. Mana mashina davlat bahosi 155 million. Chemta. Bizda 154 ga ham beramiz. Bu Midnight. 1 million arzoniga ham beryapmiz, 2 million ham arzon qo'yapmiz. Davlat bahosidan arzoniga aksiya ketyapti do'stlar. Xudo xolasa qushxona to'larasizlar. Qushxona to'la hozir yana buni qaranglar. Mo'ykada bosilgani va kapot ochuvgacha dakansi ketdi. Kapot ochuv turibdi o'shangacha. Mana shunaqadan 1 2 3 6 qator. 6 qator. Yo'q, Shavkat avtogacha hozir yana kelyapti. Yana bor izi. Yana kelyapti. O'zimizning mana Jaydari style. Menga mokriy rangi kerak desanglar, mana mokrisi ham bor. Jaydari 25 Jaydari style. Metan propanda yuradigan o'zimizning Jaydarimiz. Xudo xolasa orib uyg'otib, orqa orib uyg'otib. Mana bu pochchani uyg'otib. Style'da nimasi ekan? Yangisi ekan. Bu MSM style. Multimedia rul, tablo, monitor. Viber ko'p ekanda, aka hammasidan bor. Bu MSM. Bu o'zimizning mana Jaydari. Oqi. Birinchi chiqqan style'lar. Metan propanda yuradi. Mana yengilangani ham bor, eskilangan. Narxida ancha farq bor. Xohlasanglar mana Jaydaridan olib, metan qo'yib yuborsa ham bo'ladi, tang'ir. Xuddi shunday.
Xudo Qancha xolasa. arzon lekin eski stillar. Xo'p, yana bu yoqlar ham mana MCM aralash mana middan ketaveradi. Ana stano mokrilarimiz ham turibdi mana. Yevrolar. Ekonomizerliklar. Shuni bir narsa qilib aksiya qo'ying. Aksiya qilib yuborganman, ikkalasini 12800 dan. 12800 dan Puli yevro. Yevro, Bu to'rt. qimmati bo'lsa ham arzondan beryapmiz. Mana shu. Mana oxirroq. Besprabek 25. Mokrisi oxirroqda turibdi, xudo xolasa kelaverasizlar. Xo'p. Luboy mashinani mana keldinglar. Muddatli to'lovga olmoqchisizlar. U ham xuddi shunaqa. Yoqqanini tanlaysizlar. Shuni avtosalondan nominglarga chiqadi mashina. 12 ta viloyatga nomeri shuni taqasizlar, salonga qo'yib haydab ketaverasizlar. Zo'r gap Xudo yo'q. xolasa 12 ta viloyat nomer-pomerlari bilan bor. Ha, bu eski saylagan mana. Bu yog'i mana qushxona hozir yana tashyapti bolalar, xudo xolasa ertalab kelguninglarcha yana to'ldirib qo'yamiz. Bu yoqda mana mokri deysizlarmi, qora deysizlarmi? Hammasidan bor. Hamma rangidan bor mana bu yoqda. Mokri qora ekan bu MC. Qora MCM ekan. Kojinni Shu salonimiz. kojinning Ha. xudo xolasa kelaverasizlar mana. Luboyi bor. Qora deysizlarmi, oq deysizlarmi? Midnight MC. O'zimiz ham jaydar anaqalardan serob. Jaydarlardan. Davlat bahosidan ham arzoniga ketyapti Xudo ekan. xolasa mana bu yog'i videoni oxiriga joylab qo'yamiz. Mijozlar xursand mana kelishyapti, sarsongarchilik yo'q. Bir pasda ishligini bitirib chiqaram. Mashina mana serob, mashitlar to'ladi. To'ldirib tashlaymiz hozir. Xudo xolasa. Birin-ketin olib kirib mana chiroyli qilib mana taxlayapmiz. Damas davlat bahosi necha pul bo'lsa, o'shanga mana marhamat Damas. Damas olib kelib qo'ydingiz. Damas kerak bo'lsa, avtosalon bu ham nominglarga chiqadi. Davlat bahosi necha pul bo'lsa, shuni o'tirasizlar, haydab ketasizlar. Marhamat. Sizlar kutgan kun keldi. Mana jim bezochirat bo'ldi. Damas ham Cobalt. Mana style deysizlarmi? Mana qorasidan deysizlarmi? Mana qora bu tayyor ekan bu ham. Bu ham MCM ekan. MCM tayyor. Taqiri tuqurman. Xudo xolasa bu sotilibdi. Ichiga yozib qo'yibdi bolalar. Kelaverasizlar. Nima deyman? Bugun qaysi viloyat chempion bo'ldi? Shanba kuniga. Endi o'zingizga kechganing bizda Kechgacha hali yana vaqt bor. kelishadi. Ertalabdan kelib dang'ir-dung'ir videoni oxiriga joylab qo'yamiz. 9 dan kelishadi. Instagramda ham Shavkat Avto kanalimiz bor. Like, podpiska qilib qo'ysanglar, yangiliklardan xabardor bo'lib turasizlar. Xo'p. Kirish qismi shahardan kelasizlar. 3-darvoza o'zi GAI xodimlari bo'ladi, hammasi bo'ladi. Shuni 3-qismidan tushasizlar, taksida to'g'ri kirib kelasizlar. Shuna kirganingizda masjid bizning joyimiz. 5-qator do'stlar. Yo'qqan mashinani kelasizlar, kalitni beramiz, nominglarga qilib beramiz. 5 minutda nominglarga chiqadi, davlat bahosida. Bir xillari davlat bahosidan arzon aksiya qilib yuborganmiz. Muddatli to'lovga olaman desanglar mana ukalarim shu yerda bir pasda nominglarga rasmiylashtirib 12 ta viloyatga orib 12 ta viloyatga chiqaryapsizlarmi? Avvalambor assalomu alaykum. Assalomu alaykum. 12 ta viloyatga hamma ishinglar shu yerda o'zida. Nomer 3 soat ichida nomer-pomerlaringlargacha taqib, xudo xolasa chiqarib yuboramiz. Kelsanglar. nomer cho'ziladi, shahar bo'lsa. Xudo xolasa viloyatda ham, Toshkentda ham 3-4 soat uzoq. Hammaniki Shanba, ishinglar shu yerda o'zida. yakshanba bo'lsa-chi? Xo'p, shanba yakshanbaga ham bemalol. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Qolib Shanba ketishmaydi. yakshanba ham yo'q. Xudo xolasa ishligini bitirib chiqarib yuboramiz. Kelinglar, har kuni shu yerdamiz. Zo'r Banklarimiz gaplar. ishlab turibdi, xudo xolasa. Hafta kuni har kuni ish do'stlar. Har kuni shu yerdamiz. Biz aytaman-ku, Hamid bu faqir-chaqir arzon qilishlarni bilmaydi. Xudo xolasa hammani xonadoniga yaxshi mashina nasib qilsa keling. Shunaqa gaplar buguncha bo'lsin aka. Nasib qilsa, xudo xolasa shu yerdamiz. Joningiz sog' bo'lsin. Keyingi videolarda ko'rishguncha aka. Xudo xolasa mana yangi Cobaltimiz Chorvoqqa ketdi. Barcha chorvoqli aka-ukalarga salom. Xudo xolasa aka Chorvoqning qatiga ketdi. Piramida tarafga. Piramida Burchmulla tomonladilarga hammaga okam mana dacha bormi? Okam mana dachalarning dodalari mana shu okamdan bo'ladi. Xudo xolasa narxlar qanaqa bo'ldi? Aylanib hamyog'ini ko'rdingiz. Ko'rdim, yaxshi. Davlat bahosiga arzon qilib beryapmizmi? Xudoga shukr. Yaxshi kunga mening yaxshilik bo'lsin. Hammani xonadoniga mana shunaqa nasib mashina nasib qilsin. Barcha chorvoqli, o'sha Damba deydimi, o'tda Yusufxona deydimi? Kelinglar aka,
yangi yilga hammani xonadoniga yangi mashina nasib qilsin. Aka, yaxshiligiga mining. Xo'p, yaxshi kun ham okamga ham bitta bosib bordi. Aka qayerga ketdi? Samarqandga. Samarqandlik aka-ukalarga ham salom. Xudo xolisa, Abbos aka ko'rsating akamga mana metan propalligini, Xudo xolisa chiroyli qilib. Dodamgilar mana Qashqadaryo, Xudo xolisa. Chiroqchidan kelishibdiman akalarimiz. Yo'da mijozli, Xudo xolisa barakasini bersin. Videoning oxiriga qolgan mijozlarimiz fikrini. Qashqadaryo, Surxondaryo chempion deyman. Xudo xolisa bugun mana payshanba. Ertaga juma Xudo xolisa. Ertalabdan 4 ta Qashqadaryo ketdi. Hozir yana bitta aka mana hisob-kitobni endi qilyaptilar. Aka, yaxshiligiga minsin, Qashqadaryoning qatiga ketdi. Shahrisabz. Shahrisabzli aka-ukalarga salom. Kecha ham chorshanba kunning videomizda ham 6 ta 7 ta Qashqadaryo qo'ydik. Mana Xudo xolisa yangi pachkasidan bosib yubordilar, Xudo xolisa. Davlat bahosiga nomingizga qilib berdim hujjatlarini. Keyin hisob-kitob qilib, maza qilib chiqib ketasiz. Shunda. Kassaga to'la, o'tga yugur, bo'tga yugur bo'lmadi. Birpasda ishingiz bitdi. Bo'ldi, hammasi. Hammani xonadoniga yaxshi ko'biltli, yaxshi mashina nasib qilsin. Hamma rangidan olib kelib qo'yganmiz. Naqd pul deysizlarmi? Muddatli to'lovga deysizlarmi? Avtokreditga deysizlarmi? Hammasidan bor. Luboy rangidan bor. Kelinglar, Qashqadaryo, Surxondaryo chempion. Oka, yaxshi kunga mininglar. Hozir keyingi mijozimizni ulayveramiz. Rahmat. Ko'p rahmat sizga. Qashqadaryo, Surxondaryo chempion deyman. Har kuni Xudo xolasa bugun mana juma muborak ekan. Hammanglar jumanglar, ayyominglar muborak bo'lsin. Xudo xolasa ertaga shanba oddiy katta bozor yangi Cobalt, Xudo xolasa Qashqadaryoni qatiga ketdi. Nishonga. Qashqadaryoning nishonli aka-ukalarga salom. Xudo xolasa oldingi safar dodaga ham yangisini sovg'a qiluvdi. Bugun endi aka-uka o'zligisiga bosib yuborishdi. Mana davlat bahosiga polni mashinani nomingizga o'tkazib berdim. Keyin pul berdinglar. Sarsongarchilik yo'q, o'tga bor, kassaga to'la, unga bor, bunga bor yo'q. Bir joyda kelasizlar, har doim aytaman, paklet ham shart. Shunday kalitni beraman, nomingizga qilib beraman, shuni haydab chiqib ketasizlar. Qashqadaryo, Surxondaryo chempion kam, yaxshiligiga haydanglar, hammani xonadoniga nasib qilsin, men ukalarimga ham nasib qilsin. Endi antibda dodaga ham sovg'a bo'ldi, bitta ulayveramiz ukam. Kel. Xudo xolasa dodam mana qora bayir ko'jasidan yangi bosib yuborishdi. Doda Xudo xolasa moro bo'lsa endi mashinalar. Nechiga chiqdingiz? Necha 60. 60 ga chiqqanlariga kel ukam. Mana ukalarim mana birgalashib, aka-uka mana bir bo'lib qatga ketdi mashina. Oqqo'rg'onga. Barcha Toshkent viloyati Oqqo'rg'onlik aka-ukalarga salom. Mana ukalarim bir bo'lib dodam tug'ilgan kunlariga yangi mana eng qimmatidan va bundarog'idan olaylik desam, yo zo'ridan bo'lsin dedi. Ko'jasidan qora salon eng zo'ridan Xudo xolasiga mana davlat bahosiga bo'ldimi? Shunaqa bo'ldi. Nomiga rasmiylashtirib, bemalol haydab ketishyapti. Foyla u yoqqa bor, bu yoqqa kel, yo'q. Mana mashina mana kalit hujjat qilib beramiz, davlat bahosiga haydab ketinglar. Doda umringiz ziyoda bo'lsin. Rahmat. Bitta duo qiling bolalarni. Amin. Mana yurtimiz tinch bo'lsin. Mana sizlarning ham omadlaringiz bersin. Mana hamma shunaqa mashina olsin. Hammasi rost ekan. Mana kelib quvonib olib ketyapmiz sizlarga. Ishlaringizga rivoj. Rahmat kattakon. Mana o'g'limga ham katta rahmat. Baraka topsin ikkalasi ham. Ularning ham bolalari bundan zo'rini olib bersin, ha? Rahmat. Hammanglar xonadoninglar mana shu mashinalar nasib qilsin. Havo sovuq bo'lsa ham qalbimizni issiq kelaveringlar. Mashinalar taxlab qo'yganmiz. Tanlang hojaga bosaveramiz. Bo'ldi, rahmat. Mana bugun Xudo xolasa haftani chorshanba kuni ertalabdan Xudo xolasa birin-ketin Cobaltlarning egalariga topshiryapmiz. Mana dodam 56 ga chiqqanlari uchun havonalar o'zlari mana omalar indilar. Ukam adalariga sovg'a qildi. Ukam baraka top. Yaxshiligiga haydanglar. Mana narx-navolari qanaqa bo'ldi? Ish jarayoni qanaqa bo'ldi? Oldindan zakalat oldimmi, pul oldimmi, yo'q? Hammasini hujjatlarni qilib berib, kalitni berib, keyin pul berdingizmi? Qanaqa bo'ldi? Keldik, ko'rdik, shu hujjatlarni boshida 5 minut bo'lmasdan rasmiylashtirib berdingiz, keyin pulni yana berdik. Kalitini ham berib ishonchli bo'ldi. Kaliti ham o'zimiz. Xotirjam. Zakalat ber, kassaga to'la, anu sarsongarchilik yo'q. Yo'q. Kam yaxshiligiga haydang, bir joyda hamma chixol-pixol hammasini bitirib oldinglar. Kam yaxshiligiga haydanglar, dodam duo qilib qo'ysinlar mana bizani. Oka, mana qayerga ketdi bunisi, Xudo xolasa. Второй Cobalt. Куда пошел, брат? U Qashqadaryo, Surxondaryo chempion deyman. Mana akam Surxondaryoga naqd pulga olib bordilar. Xudo xolasa mana chixol polik olib yurishdi. Qatiga Surxondaryo, brat. Termiz shahar.
Voy, Termizlik aka-ukalarga salom. Hammaga nasib qilsin. Normalda su. Noviy modeldan olishdi. Mana puli ham noviy modeldan olishdi. Yo'q, uruscha aralashib ketdi. Xudo xolisi yana bitta mana orqadan ham Qashqadaryo ketdi, xudo xolisi. Xola Qashqadaryoni qatiga ketdi, xudo xolisi. Qarshini. Qatiga ketdi. Yakkabog'ga, barcha Yakkabog'li aka-ukalarga salom. Mana xudo xolis mana onaxon oldilar meni. Hamma shu yerda mana uydinglar faqat sal uyalishyapti. Xudo xolisi mana Qashqadaryo, Surxondaryo chempion deyman. Yakkabog'gamidi? Yakkabog'ni qatiga. Posyolka. Yakkabog'ni posyolkali aka-ukalarga salom. Xudo xolisi mana davlat bahosiga hammaga nomiga rasmiylashtirib, kelgan pulini olamiz. Xudo xolisi hammani xonadoniga nasib qilsin. Biz haftani har kuni shu yerdamiz. Damasli Damas bor, mana Kubiltlarning hamma xilidan bor. O'zimizdan Jaydar stayllar bor. Qora bor, yengillanganlari bor. Hammasidan olib kelib qo'yganmiz. Xudo xolisi kevrasizlar mana birin-ketin egalariga topshiramiz. Muddatli to'lov deysizlar, naqd deysizlar, hammasidan bor. Mana yana bitta mijozimiz baraka bo'ldi. Kevringlar, xudo xolisi hammaga chiroyli qilib beramiz.